Qo'qon shahrida eng birinchilardan bo'lib renovatsiya loyihasini boshlagan va eski uylarda o'rniga yangilarini topshirib, gapini ustidan chiqqan kompaniya qaysi deb o'ylaysizlar? O'ylab turganlaringcha hozir sizlarga navbatdagi obyektimizdagi yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganingizdek, operator faqat meni videoga olish bilan ovora. Obyektni ham ko'rsataylik. Ko'rib turganingizdek, old tomonini bazaltishlari nihoyasiga yetdi va suv og'ishlariga start berildi. Eng muhimi, tunuka fonini bitta ko'ring. Kommentariyada yozib qoldiring, qanaqa chiqdi. Men uchun juda ham zo'r rang tanlangan va choklari ham a'lo darajada chiqqan. Ikkinchi qavatda olganlar yutdi lekin, chunki o'zini ajoyib terrasasi ham bo'lyapti. Balkonni qarang, bemalol terrasa desa bo'ladi lekin. Ko'rib turganingizdek, binomizni hozir orqa tomoni bazaltlash jarayonlari ketyapti. Aytib o'tganimizdek, balkon terrasda ajratishlari ketyapti va eng muhimi, meni xursand qilgani, lift o'rnatib qo'yishdi. Ustakalarimiz lift o'rnatildi va podyezdlarda kafellash jarayonlari ham ketyapti. Tunuka fonlar deyarli yakuniga yetdi va yana meni quvontiradigan narsa bu avtoturargoh uchun joyda juda ham kengligi. Mana shu narsa qurilish sohasidagi eng nozik nuqta hisoblanadi. Avtoturargoh ko'rib turganingizdek, joy juda ham bemalolgarchilik. Hech qaysi qo'shni bilan xudo xolasa joy talashib qolmaysiz. Savolning javobi nima bo'ldi? Topdingizmi? Topmagan bo'lsangiz, Salom City.